Assalomu alaykum. Biz kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Avvalambor mana shu Gulbog' jome masjidini barpo etishda mana shu xalqimiz hamjihat bo'lib chiroyli ado etib kelyapmiz. Jumladan Gulbog' NMTP, ya'ni birinchi fermerlar uyushmasi mana hozirda 30 dan ortiq fermerlarimiz bor. Shulardan hozir mana 18 tasi ro'yxatlari berildi. İnşallah mana shu birodarlarimiz o'zlarini hissalarini qo'shib, mana shu guvoh bo'lib turgan gilamlaringizni mana shu narsamizni podval qismiga mana tayyor holda hozir bugun juma kuni inshaalloh kelib gilamlarni solishadi. Bular to'g'risida ham chiroyli ma'lumot beramiz. Avvalambor biz mana shu ehson qilgan birodarlarimizdan nihoyatda bir boshimiz osmonga yetdi, bir xursand bo'lib haqlariga bir duo qilishni ko'ngilladik. Ilohim. Bugungi juma kunida muborak kunlarda Allohim o'zing rizoing uchun qo'limizni sengagina iltijo duo qilashdiki, mana bu himmat qilgan fermer birodarlarimizni Allohim bu ihsonlarni dargohida qabul ayla. Jannatda bir qasrlar barpo etishiga sababchi bo'ladigan ihsonlar safida qabul ayla. Allohim bu fermerlarimiz mana barchalari bir o'zinga tavakkul bilan chiroyli bir dehqonchilik, bug'doy hosillarini, paxta hosillarini Allohim rivojini, barakotini, ziyodaligini ato etgan bo'lgan. Amin. Turli xil musibat, turli xil mushkulot, turli xil ziyon zahmatlardan Allohim o'zing hifz-imonga asragan bo'lgan. Amin. Allohim bular seni rizoling yo'lda, seni mehmonlaring uchun, seni uying uchun chiroyli bir xizmatda bo'ldilar. Allohim mana shu yerda doimiy bir ibodatda bo'linarkan ajr savoblar davomli yetib borishini Allohim nasib etsin. Bu birodarlarimizni hammalaridan o'zing rozi bo'lgin. Mana bu yana boshqa birodarlarimizni ham mana shu ishlarda yana ham bir himmat ko'rsatishib, shularning qatorida yaxshiliklarda davomli bo'lishini boshqa she'rlarimizga ham ilindik. Allohim ularni ham o'zing qalblaridagi himmatini, g'ayrat, shijoatini bundan-da ziyoda qilgin. Allohim ihson qiluvchilardan o'zing rozi bo'lgin. Hammalarining mana qilayotgan ishlariga rivoj va barakotlarni birdi bergan bo'lsa, Allohim o'zingning huzuridan behisob yaxshiliklar bilan mukofotlagan bo'lgin. Amin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi rahmatika. Allohu akbar. Yashang.